Mani vaqtim olganingiz uchun men siz bilan hamma narsani to'lovini qildirtiraman. Anaqani yoqdingmi diktofoningni? Shantajlari tushdimi? Shantajim emas, siz qilyapsiz. Ustimdan kulganligi, ayollik sha'ni qadr qimmatim bor. Yoqmadingmi? Yoqdingmi? Yo endi yoqding sen. Munojat. Yaxshimisan bolam? Qo'rqmayapsanmi bolam? Suvimni berib yubor bolam. Munojat. Qo'rqmayapsanmi bolam deyaptim. Svetlarni yoqib o'tirib tur bolam, hozir boraman. Men bitta mashina zakaz qilsak, bizani olib borish o'rniga ajdaniyani urib, bizdan pul ishlab. Munojat. Voy Munojat. Asal qizim mani. Sen hammadan chiroylisan bolam. Sen hammadan aqllisan bolam. Boringga shukr bolam. Bir o'zi chaqir tezroq, sevinch o'tiraveramizmi? Ha? Shuncha olgan kapiringizmi? Ichkaridan urding-da, to'g'rimi? Ko'rsatadi opa hamma narsani. Biza qattiqligimizni ko'rsatib turadigan qilib urdim-da. Ko'rsatadi, xavotir olmang. Shundoq saqrang turib turadi. Yo, bu shunaqa qilib shantaj qilib pul olar ekan. Xo'p, opa, mayli. Men seni opang emasman. Men seni opang emasman. Kim bo'lsa, sen nima opang bo'lganda opangga bunaqa muomala qilmasding. Sizni muomalangizga bolangga bunaqa munosabat qilmasding. Ha, hech ham unaqa bo'lganingga. Sen anaqani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'shani ichidan urgan anaqani shunchalik nima qilding. Buni gapiraman men. Bak, senga gapirayotgan men qizimga gapiryapman. Qizimga gaplashing. Tushib gaplashing mashina. Yo'q, tushib gaplashmayman men. Tushib gaplashmayman. Meni mashinam. Yo'q, tushib gaplashmayman. Seni mashinang bo'lsa, men 7,5 ming pulni shilvaganing uchun men sizdan bilan mana oxirigacha boraman. Bo'ldi. Bildingmi? Men ham 7,5 ming pulni kreditga olganman. Mayli, xo'p. Ayollik sha'ni qadr qimmati mana qilganing uchun. Ko'ramiz, kim sha'ni qadr qimmati. Nima ko'ramiz. Munojat. Asal qizim men. Alo, assalomu alaykum. Anaqa tez